Aka A26 ni Honor X8 bilan solishtiribsiz va Honordan kuchsizroq debsiz. Bo'lishi mumkin emas. A26 haqida alohida video qilib, to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Iltimos. Albatta, bunaqa premium iltimoslarni biz yerda qoldirmaymiz. Xo'p, kakras A26 smartfonimiz qo'limda turibdi do'stlar. Endi Honor bilan test qilganimda o'sha yangi telefon edi, yangiligini qiladi baribir. Lekin o'sha ishlatayotganim 1 oydan oshdi do'stlar. 1 oylik telefon endi o'zini qanaqa ko'rsatadi do'stlar. Hozir bilib olamiz va 1 oycha bo'ldi ishlatayotganimga o'sha kamchiliklari chiqyapti, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Xo'p, endi A26 ni zanaga keladigan bo'lsa, endi o'tgan videoda ham o'tganman. Hozir ham qisqacha aytib o'tib ketaman do'stlar. Orqasi glansiy shishadan qilingan, chekkasi matviy plastik do'stlar va knopkalar o'ng tarafda joylashgan. Va glansiy bo'lishiga qaramasdan do'stlar unchalik dog' bilinmaydi, sababi oppoq rangda. Xo'p, endi ekraniga keladigan bo'lsa do'stlar, bu birinchi navbatda ko'zga tashlanadigan narsa bu ramkasi do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Agar ingichka ramkadan sizlar bu A26 ga o'tadigan bo'lsanglar, va realni boshida qiynalasiz do'stlar. Mana shu iPhone dan A26 ga o'tganimda 3-4 kun ketdi do'stlar. Ko'zim unchalik o'rgana olmadi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham xalaqit beradi bu ramkalari. Endi to'g'ri, narxi arzon, lekin hozirgi xuddi shunaqa narxdagi telefonlarning ayrimlari ramkalar ancha ingichka do'stlar. Endi A26 da bilmadim, juda ham qalin qilib tashlagan. Shu tarafi mana birinchi kamchiligi do'stlar. Va ikkinchi kamchiligi keladigan bo'lsa, bu monodinamika do'stlar. To'g'risi, men misol uchun kino ko'rayotganingizda ham faqatgina o'ng tarafdan ovoz chiqadi va o'yin o'ynayotganingizda ham to'g'risi juda ham tushunarsiz ovozda chiqaradi. To'g'risi, ozgina qiynaldim misol uchun PUBG o'ynayotganimda. Xo'p, endi bu smartfonimizni ishlatayotganimga 1 oy bo'ldi. Endi to'g'risi 1 oylik telefon qanaqa o'yinlarda o'zini ko'rsatar ekan do'stlar. Hozir yana bir marta qiynab ko'ramiz va haqiqiy yuzini ko'ramiz do'stlar o'yinlarda. Ketdik. 1 oydan keyin A26 qanaqa ahvolga tushdi hosili bilan birgalikda ko'ramiz ahvolini. Tak, odam ko'p joyga tushamiz har doimgidek va telefonimizda lagda bo'ladimi? Hozir kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Tak, samolyotda sakradik, ozgina laglar bor, o'zingizlar ko'rdinglar va haligacha laglar bo'lyapti, sababi atrofda juda ham odamlar ko'p. Xo'p, yerga tushgandachi? Xo'p, yerga tushib oldik. Tak, hozircha telefonda hech qanaqa, yo'q, laglar bor. Odamlar tushib boshlayapti va haligacha laglar bo'lib turibdi. Tak, A26 da giroskop qanaqa darajada ishlaydi? Zadachka syomni hozir ko'ramiz. Tak, ko'rishinglar mumkin. Hozircha hech qanaqa kamchiliklarni sezmayapman. FPS nimagadir pastga tushib ketadi. Atrofda odam ko'p bo'lganligi uchun menimcha FPS tushib ketadi. Giroskop qimratayotganimizda ham bu narsa sezilyapti. Xo'p, kelinglar close jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Hozirda laglar bor. Bu close jarayonni qanaqa darajada qotarkan ko'ramiz. Tak, klassik rejimda qanaqa ishlab berganini ko'rdik. Endi bootcampda qanaqa holga tushar ekan do'stlar. Hozir ko'ramiz. Tak, hozircha like'lar yo'q va samolyotdan ketdi sakradik. Vay. Telefon qotib. Voy, haligacha qotyapti. Tak, yerga tushdik do'stlar, telefon juda ham qotyapti. Nimagadir? Omadim keldi. O'zi A26 maksimal necha FPS gacha ishlaydi degan savolga hozircha javob beraman do'stlar. Grafikani eng minimumga qo'yganimizda ko'rishinglar mumkin. Extreme 60 FPS gacha ishlab beradi. Tak, planni o'tkazganimizda 60 va balansda 45 FPS ga tushib qoladi. Vysokida ham 45, maksimumda ham ultra HDR menimcha ishlamaydi. Da do'stlar, mana maksimal grafikada 45 FPS, eng oddiy grafikada 60 FPS gacha ishlab berar ekan do'stlar. Lobbida ham xuddi shunaqa, mana oddiy grafikada 60, qolganlarida 45 FPS. O'yindagi holatini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. O'tgan videoda yangi bo'lganligi uchun Honordan ham qisman yaxshiroq ko'rsatgan edi va hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsiz. Yarim soat o'ynasanglar, misol uchun o'sha 60 FPS emas, stabil 60 FPS ishlab bermayapti. 40-45 FPS ga tushib ketadi. Kerak bo'lsa ataka jarayonlarida o'sha like'lar ham bo'lyapti do'stlar. Va ora-orada sensor chustительности qabul qilmayapti. Men shunaqa kamchiliklarni men sezdim. Endi bu telefonni men hozir qoralash niyatim yo'q. Faktlarga tayangan holda gapiryapman. Yana bitta narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Qo'limdagi A26 smartfonimizda 8 ga 256 GB do'stlar. Endi kommentariyada savollar paydo bo'layotgan ekan. Nimaga operativga 8 GB lekin o'yinlarda 90-120 FPS ko'tara olmayapti deyotgan ekan. Endi do'stlar,
FPS'li operativga umuman bog'liq emas do'stlar. Agar operativga 24 bo'lib turib protsessor oddiy bo'lsa, по-любому FPS katta ko'tara olmaydi. O'shaning uchun do'stlar, FPS'li umuman operativga tegishli emas. Faqatgina protsessorga bog'liq do'stlar. Xo'p, endi bu telefonda sun'iy intellektlar bor do'stlar. Endi kuchini ko'ramiz. Xo'p, sun'iy intellekt keladigan bo'lsa, o'zi qanaqa sun'iy intellekt funksiyalari bor do'stlar. Hozir ko'ramiz. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Размытие, фон, улучшить, удаление объектов bor ekan do'stlar. Xo'p, shuni bosganimizda bu birinchisi, xo'sh, ko'ramiz nimalar o'zgartirib bera olar ekan. Faqatgina portret rejim qilib bera olar ekan do'stlar. Mana 7 ga qo'yamiz. Orqa fon xiralashdi. Bu yoqda уже tiniqlashdi do'stlar. Bu yoqda esa nimalar o'zgartirib bera olar ekan. Улучшить bosdim изображениeni o'zgartirib berishga harakat qilyapti. Mana odam rangini просто oqartirib beryapti. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar. Xo'p, keyingi funksiyasiga keladigan bo'lsak, удалить объектов. Хорошо. Qanaqa darajada o'chirib bera olar ekan obyektni? Так, давайте o'zimizni o'chiramiz. Iloji bormi ekan? A26 ni iloji. O, tak, mana tanladi. Удалить bosamiz va загрузка ketyapti hozir. Voy! O'chirdi. O'chirdi do'stlar. Chalarim bo'lsa ham o'chirdi. Молодец. Orqa fonda kichkina narsalarni o'chirib beryapti. Yaxshi, sifatli qilib o'chirib beryapti, lekin katta obyektni o'chirganingizda uni orqasini sal xiraroq qilib chizib beryapti. Ba'zi rasmlarda o'chirishga qiyinroq bo'lgan obyektlar ham bor do'stlar. Misol uchun bu rasmimizda daraxtni o'chirishga harakat qilib ko'rganman va rezultatini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 20% gacha daraxtni o'chirgan va 80% rasmni просто tak bejab tashlagan do'stlar. Sun'iy intellekt bu jarayonda juda ham sustlik qildi. Endi kamchiliklarga keladigan bo'lsak do'stlar, kelinglar birinchi sun'iy intellektga to'xtaladigan bo'lsak. Sun'iy intellekt o'zingizlar ko'rdinglar, rasmni battar bejab tashlayapti va afsuski nimagadir Samsung sun'iy intellekt bo'yicha ancha orqada qolib ketadi. Xuddi iPhone kabi do'stlar. Misol uchun boshqa brendlarni oladigan bo'lsak, misol Oppo, Vivo, Honor bular sun'iy intellekt bo'yicha ancha oldinda do'stlar. Samsung aynan bu chetni telefonlar bo'yicha hozir sun'iy intellektni kuchaytirmasa, shu konkurentlar bo'yicha ancha orqada qolib ketadi. Xo'p, yana bir kamchiligi bu aynan ekran chustvoствительности do'stlar. Nafaqat o'yinda, men oddiy ishlatayotganimda ham ekran chustvoствительности ba'zida qabul qilmayapti do'stlar. Bu to'g'risi o'zimda bo'lgan narsa, lekin bu telefon hech qanaqa yerga tushib ketmagan. Suvga ham tiqib ko'rmaganmiz. Qisqasi ekstremal testlar o'tmaganmiz do'stlar. O'sha yangi telefon nimagadir sensorda kamchiliklar bor. Bu endi juda ham g'alati do'stlar. Endi bilmadim, aynan A26 bo'yicha qanaqadir brak telefon qo'limga tushib qolganmi yoki hamma A26 da shunaqami do'stlar. A26 ishlatadiganlar kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlar. Sizlarda ham shunaqami yoki yo'qmi? Endi batareyasiga keladigan bo'lsak, 5000 mAh va bir kun bemalol kundalik ishlatishga sizlarga yetib beradi do'stlar. Endi A26 bo'yicha kommentariyada bir ikkita savollar kelayotgan ekan. Okay, menda 45 wattlik blok pitani, lekin sizni 25 wattlik blok pitaningizdan sekinroq zaryadga olyapti. Nimaga degan savol keldi. Endi sizga birinchi savol beraman. Birinchi savolim o'sha, sizni blok pitangiz o'zi qaysi brendga tegishli? Agar Samsung emas, boshqa brendga tegishli bo'ladigan bo'lsa, bu 100% to'g'ri, sizni telefoningiz sekinroq zaryadga oladi. Sababi, hosilligiga sababini tushuntirib o'taman. O'zi Samsungda Samsung Fast Charging texnologiyasi bor va bunaqa texnologiyasi bo'lmagan blok pitanalarni qabul qilmaydi. Aniqrog'i boshqa blok pitanalar tilini tushunmaydi do'stlar. Agar bunaqa blok pitanada unaqa texnologiya bo'lmasa, telefon o'zini himoyalagan holda do'stlar, qizib ketmasligidan himoyalagan holda eng minimum 10-15 vattgacha zaryadga qo'llab-quvvatlaydi do'stlar. Agar sizni smartfoningiz 25 vattli original blok pitana bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu Samsungga tegishli bo'ladigan bo'lsa, unda Samsung Fast Charging texnologiyasi bo'ladi va u to'liq kuchi bilan bemalol zaryadga ola oladi va o'z vaqtida to'ladi. Agar sizlar Samsungning original 45 vattli blok pitanasini ishlatsanglar, unda ham xuddi shu Fast Charging texnologiyasi bor do'stlar. Telefonga maksimal 25 vattgacha kuch kerak va xuddi shu 45 vattdan faqatgina 25 vattini ishlatib oladi, qolganini ishlatmaydi. Xuddi shu mehmonga borasizlar, olinglar deb hamma narsani ko'rsatadi va sizlar qorninglar to'ygancha qisman o'zingizga kerakli narsani yeysizlar do'stlar. Xuddi shunaqa gap bu ham, qolganini umuman ishlatilmaydi do'stlar. O'shaning uchun sizlar A26 ishlatayotgan bo'lsanglar, agar undan pastroq smartfonlarni ishlatayotgan bo'lsanglar, sizlarga 25 vattli original blok pitanasini maslahat berib qolaman. Agar sizlarning smartfoninglar A36 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha bemalol original 45 vattli blok pitanani olishni maslahat beraman do'stlar. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, boshqa brendga tegishli blok pitanani ishlatayotgan bo'lsanglar, unda Samsung Fast Charging texnologiyasi bo'lmaydi va shu sababdan ham telefoninglar sekin zaryadga oladi do'stlar.
i26 ni maksimal ochib berishga harakat qildim do'stlar va Instagramga i26 bo'yicha video qo'yganimda kommentariylar kelibdi. Oke, men 6 oydan beri ishlatyapman, hali kamchiliklari bo'lmadi. Oke, men 1 yildan beri ishlatyapman, bu telefonda hali o'yinlarda qotmayapti degan kommentariylar kelibdi. Endi bilmadim qanaqa sizlar ahvolda ishlatyapsizlar, lekin mana maksimal kuchini ishlatmadim. Mana kun davomida ishlatdim va 1 oydan keyingi ahvolni o'zingizlar ko'rdinglar. Men faktlarga tayangan holda sizlarga ko'rsatdim do'stlar. Va osmondan olib turib gapirmadim. Hammasini videosi bor va videosini ham o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Endi bilmadim, bu telefonni men 270-280 dollarga arziydi deb ayta olmayman. Endi taxminan 180-200 dollar atrofida bo'lganda, menimcha arziydi deb bemalol ayta olardim. Va qo'shimchasiga ekran chustvostenlisi ora-orada ishlamay qoldi do'stlar. Bir marta emas, 3-4 marta bosganinglardan keyin ishlab ketyapti. Agarda bu telefonga stiklo qo'ysak, umuman ishlamay qoladimi shunda? Endi bilmadim, to'g'risi aytadigan bo'lsam. Shunaqa kamchiliklar menda kuzatildi do'stlar. Endi sizlar ham i26 ishlatayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarda qanaqa darajada ishlab beryapti, yaxshimi, yomonmi, o'zingizlarning fikringizni yozsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Endi keyingi videoda qaysi telefonni men test qilishimni xohlaysizlar do'stlar. O'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar va videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar va tez orada biz 100 mingtaga chiqamiz. Sizlar bilan ulug'bek bo'ldi. Hammaga bay bay.